alaykum qadrdonlarim, mehribonlarim, aziz farzandjonlarim, qaqajonlarim. Bog'chaga boryapsizmi? Qo'lingizni yaxshilab sovunlarga yuvayapsizmi? Sizning opoylaringiz, tarbiyachilaringiz sizlarning garshoblaringizga e'tibor beryaptimi? Halolli suvlar bilan tozalab qo'yyaptimi? Siz 3 yoshdan tepadirsiz, 5 yoshdan tepadirsiz, 7 yoshdan tepadirsiz. Endi maktabga bormoqchidirsiz. Albatta kiyimingizga e'tibor bering bolajonlarim. Men kechagi safar 4-5 ta mahsulotlarda gijjalar uchun allergiya, immunitetimizni yaxshilash uchun qo'llab-quvvatlagani mana shu mahsulotlarda reklamasini chiqarib bergan edim. Mana endi men ikkinchi etaplik lecheniyada mana shu mahsulotlarni yana davom etishingizni iltimos qilgan bo'laman. Kechagi reklamamda birinchi etapli gijja tozalovi, allergiya tozalovini gapirgan edim. Endi bugungi reklamamda ikkinchi etapini boshlash uchun yana mana shu mahsulotlarga qaytadan choylarimizni ikkinchi seriyasini boshlashda Zashita pechinda ham e'tiborga olaman. Teringizdagi allergik reaksiyalarni ham mana shu novaminimizni ichini ochib turib iste'mol qilganingizda tozalab beradi. Sizni teringizga tushib qolgan har xil toshmachalarni tuzatishda mana bu choy bilan, mana bu sarvin bilan birgalikda yordamga keladi. Ikkinchi etapli kurs lecheniyadan ham chala qolmasin. Gijjachalarim tezda chiqib ketsin. 20 kundan keyin qupchalarim, urug'chalari yana bosh ko'tarib ichagimga kelavergan. Buvijonlarim, opoqijonlarim deb ularga bemalol erkalik qilishingiz mumkin. 3-etapga borganda mana bu mahsulotlarni ham, vitaminchalarimizni ham har xasha qilib oldirib olishingiz mumkin bolajonlarim. Buni ichib turganingizda onajonim, dadajonim, opajonlarim, sizlar ham ichinglar menga qo'shilib immunitetingiz ko'tarilar ekan, qoningiz ko'tarilar ekan. Men asabiylashmay qoldim, aqllarim zo'r ishlayapti, telefonni ko'p ishlatishni xohlamay qoldim deb ularga maslahat so'ranglar bolajonlarim. Sizlarga ertaknamo mahsulotlarim ma'qul kelgan bo'lsa, qalbingiz qo'rida joylashgan yurakchangizni qizillab qo'yishni iltimos qilaman.